Hammaga assalomu alaykum. Men aziz va sevimli kuzatuvchilarim, sizlarga bitta yaxshi ma'lumot aytmoqchiman. Ne обязательно hozir bozordan yoki bizdan mashina xarid qilishinglar. Например, qo'ni-qo'shnilarniki, o'rtog'inglarniki kimdir mashinasi sizlarga yoqqan mashina bo'lsa, xohlasanglar GM, xohlasanglar Inmarka 2017-yildan 24-yilga bo'lgan hamma mashinani bemalol o'zingizlar topsanglar ham egalariga naqd ko'rinishdagi pullarni sanab sizlarga avtokredit qilib beramiz. Boshlang'ich to'lovi 10%, годовой stavka 8% dan остатка summaga bo'ladi. Xohlasanglar valyutni ko'rinishda, xohlasanglar summaviy ko'rinishda qilib beramiz. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga men nima demoqchiman, bozordagi ko'pincha mashinalar qimmat bo'ladi yoki mendagi mashinalar sizlarga to'g'ri kelmay qolar. O'zingizlarga yoqqan mashinalar bo'lar. Ana o'sha mashinalarni olib kelsanglar, biz egalariga naqd pulini sanab, sizlarga avtokredit qilib beramiz. Так что shoshilinglar va tezroq kelinglar.